Va yoshlar o'rtasidagi munosabat bevosita nafaqat turmushgacha, balki turmushdan keyin ham jiddiy kechishi mumkin. Qachonki ular turmushga tayyor bo'lmasalar. 2020-yilning o'zida 819 nafar ajrim uchun ariza berilganligi ma'lum bo'ldi va bu haqda bugun o'tkazilgan brifingda ma'lumot aytishgan va buning natijasida ajrim sabab ota yoki ona mehridan ayirib qolayotgan farzandlar ham kam emas. Va nikohdan keyin qo'yilayotgan shartlar haqida ham u yerda gap ketdi. O'qimaysan endi deydiganlar ham ajrimlar uchun sabab bo'lyapti. Yunusobod tuman hokimligi binosidamiz va bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, tumanning fuqarolik ishlari bo'yicha sudga o'tgan 2020-yil mobaynida 819 ta nikohdan ajrashish bo'yicha arizalar kelib tushgan. Ulardan 393 tasi ayollar tomonidan, 426 tasi esa erkaklar tomonidan taqdim etilgan. Bu kabi ma'lumotlar esa binoning majlislar zalida o'tkazilayotgan brifingda e'lon qilindi. Arizalar orasidan 79 ta oilani yarashtirishga erishilgan bo'lsa, ajrashgan oilalardagi 224 ta bolalarning bir qismi ona mehridan ayrilgan, yana bir qismi esa otani kutib yashaydiganlar qatorida. Ajrimlarning asosiy sabablaridan biri 6-8% yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi, deyapti mutaxassis. Jismoniy jihatdan oila qurishga tayyor, ya'ni yoshi yetadi, lekin oila mas'uliyatini his qilmaydigan, nikohdan bekor qilish sabablari ham ko'paygan. Bir oydan keyin fuqaro nikohdan o'tishi mumkin ariza bergandan keyin. Hattoki bir oy ichida bular bir-birini tanishmaydi. Bitta holatni biz ko'rdik. Ayol kishi oliy o'quv yurtida 2-kurs talabasi. O'zaro nikoh qurishgan, nikohdan keyin shart qo'yilyaptiki, sen o'qimaysan, uyda o'tirasan. Qiz aytayaptiki, men o'qishni davom ettirishim kerak. Nikohda kirishdan oldin o'zaro kelishuvga kelinmagan. Shoshma-shosharlik bilan to'y qilingan, zaksdan o'tilgan. Bunday holatlar kamayishi uchun ham nikohdan o'tishga ariza topshirilgandan so'ng belgilangan 1 oy muddatni 3 oyga cho'zish taklifi ilgari surilmoqda. Brifingda Toshkent tumanlararo sudi hamda iqtisodiy sudi va jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi vakillarining hisobotlari ham tinglandi. Umida Olim va Asirbek Olimov, Davronbek Zufarov, Markaziy studiya. Mana yuqorida aytgan fotosurat Namangan viloyat hokimi ko'chib kirishi kerak bo'lgan konteynerdan iborat uy, Namangan viloyat hokimi uyi deb yozib qo'yilgan va ichki muhitning ham fotosuratlarini bizga taqdim etishdi va biroz avval hokimning bu uyi demak konteynerdan iborat bo'ladi deyishganda, haqiqatdan ham konteyner, lekin tashqaridan bejirimgina chiroyli xonadon. Albatta, Facebookchilar, umuman ijtimoiy tarmoqchilar issiqqa ham sovuqqa ham ko'nmaydiganlar, endi men ham agar hokim bo'lganimda konteynerda yashagan bo'lardim, qabilidagi gaplarni aytib, turli viloyat hokimlarini bitta fotoga jamlab, hattoki memlar ham qilishyapti. Bu yer demak fuqarolarni qabul qilish uchun alov atrofida o'tirgan Andijon viloyat hokimining rasmini qo'yishgan, kelin-kuyovni tifal bilan tabriklagan Qashqadaryo viloyat hokimini qo'yishgan. Xullas, issiqqa ham sovuqqa ham ko'nmaydigan auditoriya vakillari, lekin hammasi hazil. Albatta, ammo Namangan viloyat hokimi ana shu hududni rivojlantirish uchun ham ko'chib kelgan. Albatta, buni prezident ham e'tirof etdi, qaysidir ma'noda. Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalarga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat degan prezidentimiz. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti, chunki ularning muammolari bilan shuncha yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishi kerak degan prezidentimiz. Lekin shu o'rinda aytish kerak, Namangan viloyatidagi faqatgina Shodiyona va Bunyodkor mahallalarida u muammolar emas, balki boshqa hududlarda ham ana shu muammolar bor va shuning uchun ham Namangan viloyat hokimi boshqa hududlarga ham konteynerda ko'chib o'tadi. Shuning uchun ham prezidentimiz aytdi, ishlamayotganlarni ko'rsatinglar menga va qaysidir ma'noda men o'zim shaxsan ularni nazorat qilaman degan fikrni aytib o'tgan. Lekin nazoratda bo'lgan jiddiy vaziyatlar bor. Albatta, Surxondaryo viloyatidagi vaziyat postda, demak, chegara postida fuqaro ichki tana a'zolariga demak giyohvandlik vositalarini yashirib o'tgan, uning demak yutgan, skaner qilinganda u ko'rinib qolgan va umumiy qiymati 430 gramm giyohvandlik vositasi undan chiqqan. Surxondaryo viloyatida o'zidan jonli konteyner sifatida foydalanib, narkotik moddalarni ichki a'zolarga yashirgancha olib kirishga bo'lgan bir nechta urinishlar fosh qilindi.
Aerotom chegara bojxona postida piyoda ravishda kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosi inson tana a'zolarini skanerlovchi qurilma ko'magida bojxona ko'rigidan o'tkazilganda uning ichki a'zolarida yumaloq shakldagi shubhali predmetlar borligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng shifokorlar ko'magida ushbu shaxsning ichidan 44 dona polietilen o'ramlar chiqarib olindi. Mazkur o'ramlar ochib ko'rilganda esa ularning ichida sof og'irligi 430 grammni tashkil qiluvchi opiy giyohvandlik vositasi borligi ma'lum bo'ldi. Xo'sh, ushbu shaxsning boshqa sheriklari ham bormi? Mazkur narkotik moddalar kimga yetkazilishi kerak? Ushbu holatni mantiqan to'la yakuniga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar idoralari vakillarini jalb qilgan holda ko'p bosqichli tezkor tadbir rejasi ishlab chiqildi. Natijada narkotik moddalarni ichki a'zolarga yashirgancha olib kirishga uringan boshqa shaxslar ham qo'lga olindi. Aerotom chegara bojxona postiga piyoda ravishda kirib kelgan mana bu shaxs ham tezkor kuzatuvga olindi va skaner qurilmasi ko'magida ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu shaxsning ichida ham 34 dona skochlangan polietilen o'ramlar borligi ma'lum bo'ldi. Tibbiyot xodimlari ishtirokida ushbu o'ramlar ochib ko'rilganda esa ularning ichida 650 gramm og'irlikdagi gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Oradan biroz vaqt o'tib, mazkur postga bamayli xotir kirib kelgan mana bu shaxsni ham o'zidan oldingi sheriklarining qismati kutayotgan edi. Ushbu shaxs ham ichki a'zolariga narkotik moddalarni yashirgani bir zumda body skaner qurilmasi ko'magida fosh qilindi. Bu gal 31 dona o'ramlar uchun jonli konteyner vazifasini o'tashga uringan ushbu shaxs 592 grammdan ortiq og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositalarini shu zaylda olib o'tishga uringan vaqtda to'xtatib qolindi. Shundan so'ng tezkor tadbirlar Toshkent shahrida davom ettirilib, poytaxt mehmonxonalaridan birida mazkur narkotik moddalarni qabul qilib olishi kerak bo'lgan shaxs ham qo'lga olindi. Ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Agar xudo ko'rsatmasin, ana shu ichki yutilgan polietilen paketga o'ralgan narsa agar yorilib ketadigan bo'lsa, insoniyatning insonning o'zi ana shu joyda til tortmay o'ladi, bu hayotni tark etadi. Va mana shunday qora illatlar qaysidir ma'noda zo'ravonliklarga ham sabab bo'lyapti. 2020-yilda 15 mingga yaqin ayollar zo'ravonlikdan jabr ko'rgani haqida bugun statistik ma'lumotlar taqdim etildi. Agar siz ham qisqa muddatda ingliz, rus va arab tillarini Tedbook kompaniyasining kitoblari metodikasi orqali o'rganmoqchi bo'lsangiz, tedbook.uz saytiga kirishingiz va kitobga buyurtma berishingiz kerak. Sizga yetkazib beriladigan to'plam ichida siz tanlagan til kitobi, disklar hamda quloqchinlar yetkazib beriladi. Tuman va shahar markazlariga va ma'lumotlarga qaraganda 50% chegirma ketyapti. Undan foydalanib qolgan holda kitobga buyurtma berishingiz mumkin va kitob ustidagi kodni 1490 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Kapital Show ishtirokchisiga aylanish uchun. Biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin.